Bismillahirrohmanirrohim. G'arb ülkelerinden birida bir yigit otasiga kelib, g'arb mamlakatlarida men deydi, dada deydi, falonchiga uylanmoqchiman deydi. Falonchi qizga desa, otasi qarab turib, unga uylanma deydi. Nimaga desa, bu seni siniy bo'lib qolishi mumkin. Oradan bir qancha vaqt o'tibdi. Bu bo'lgan narsa bu. Bu bo'layotgan narsa bu. Va bundan keyin ham bo'ladi bu narsa. Boshqa qizni yaxshi ko'ribdi, xullas. Ko'ringlar-da, yaxshi ko'rishlik временный narsa degan. Boshqa qizga ish tushibdi. Falonchiga uylanmoqchiman desa, otasi qarab turib, unga ham uylanma debdi. Nimaga desa, u ham seni siniy bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni bemalol fahsh. Fahsh bemalol. Qo'l berib ko'rishi oddiy bo'lsa, ularda fahsh shunday bo'lib ketgan. Uchinchi qizga borsa ham otasi uchinchi qizni ham shunaqa deydi. Unda kim uylanadi? Onasiga kelib, otasini gapidan shikoyat qilib, onangga borib uylanaman desam, po'kinchiga borib uylanaman desam, u seni siniy bo'lib qolishi mumkin. Uylanma deyapti desa, onasi, ha uylanaver deydi. Nimaga desa, sen otangning bolasi emassan. Baxil haqida bir qissa keltiriladi. Bir kishi baxil edi, o'g'li ham otasiga o'xshab xasis, zihni edi. Bir kuni ularning uyiga mehmon kelib qoluvdi. Haligi zihna uyda egasi aytdiki, "Ey o'g'lim" dedi, eshitilib. "Qalbimga hurmatli bo'lgan bir kishi mehmon bo'lib keldi. Borib yaxshi go'sht olib kelgan, bir dirhamda olib" deb chiqarib. Mehmonga qilayotgan sarfarajatini e'lon qilishlik beadablik bo'ladi. Mehmonga qilinadigan xayr-ehson, ko'rsatiladigan saxovat aytilmaydi. Bildirmasdan qilinadi. "Ey monichi, palonchi joydan paloncha so'mga olib keldim. Olinglar." Hali o'g'il chiqib ketdi, 1 soat deganda qaytib keldi, qo'lida hech narsa yo'q. "Ha o'g'lim, nima qildingiz?" "Men qassobning oldiga bordim. Menga eng yaxshi go'shtdan berasiz ekan" desam, qassob aytdi, "Men sizga sariyog'dek go'sht beraman" dedi. Men aytdim, "To'xtang, sariyog' arzonroq-ku. Sariyog' olsam, do'konga borishim kerak. Do'kondorga bordim. Do'kondorning oldiga borib, menga yaxshi sariyog'ingizdan bering desam, u "Men sizga asaldek sariyog' beraman" dedi. To'xtang, asal sariyog'dan arzon-ku. Dedimda, asal purishning oldiga bordim. Asal purishga borib, "Yaxshi toza asalingizdan berasiz ekan menga" desam, "Men sizga suvdaqa toza asal beraman" dedi. Men aytdim, "Uyimizda suv bor-ku" dedimda, qaytib keldim dedi. Ota aytdi, "Yaxshi ish qilibsiz o'g'lim, faqat bir ishingiz chola bo'pti." "Nimasi chola bo'pti?" "Shu kavushingizni yudatib bosib kelganingiz chatoq bo'ldi-da" dedi. "Dadajon, qarang, mehmonni kavushini kiyib borib keldim" dedi. Bir kishi zamonamizda bo'lgan ishlardan katta bir kompyuter kompaniyasiga shu ish joyi borligi haqida bir e'lon bo'ldi, kirmoqchi bo'ldi. Farroshlikka. Boshqa ish qo'lidan kelmaydi, faqat farroshlik. U bilan suhbatlashib, uni ishga oladigan kotib buni chaqirdi, o'tirib suhbat qildi, savollarga javob berdi. Haligi kotib aytdi, "Mayli, biz siz bilan bog'lanamiz, qabul qilingan, qilinmaganizni xabarni beramiz, e-mailingizni bering bizga" dedi. E-mail pochta. Endi men kattalarga aytayapman, "E-mailingizni bering" dedi. Haligi odam aytdi, "Meni e-mailim yo'q" dedi. Shu zamonda, shu asrda yashab turib, e-mailingiz yo'qmi sizda dedi. G'arb endi bu. "Ha, yo'q" dedi. "Bo'ldi, qabul qilinmadingiz, chunki asringizdan orqada qolib ketibsiz" dedi. Farroshlikka ham yaramadi. Endi qo'lni tushirib o'tirish kerak-da. "Bo'ldi endi men bo'lgan shu ekan men. Farroshlikka ham yaramayman ekan." Yo'q, u himmati bor odam edi. O'ylandi, bozorga borib turib 1 korobka pomidorni $10 sotib oldi. Maydalab ko'tarib yurib sotdi. U yoqqa yugurdi, bu yoqqa yugurdi, $12 qo'lida pul bo'ldi kechki payt. Xursand. "Shu $2 ga ishlaymanmi endi?" deb turib bo'ladi-yu. Bolalarimizni ishtahosi bo'ladi, himmat emas. Sen ishlab turaver kuniga 200 so'mdan. Alloh u yo'g'iga bir yo'l ko'rsatar desa, "Ya" dedi. To'g'rimi? U sirazim kuniga $100 dan ishlash topish kerak yo'q. Mana Rossiyaga jo'natib pul jo'natib o'rasizlar bolalaringlarda. O'sha yoqqa borib bularni olib ishlatayotgan, haligi robotodatellar bilan gaplashinglar-da. Na tilni biladi, na hunari bor, na cho'ntagida pul yo'q. Buradan keyin pul jo'nat. Osoqol, amma hunar bilan jo'natuvdingizmi? Yo'q. Til bilanmidi? Yo'q. Puli mana qilib turing.
Eshitdilar ikkinchi tomonda. Bu odam qo'lini tushirmadi. Shu 2 dollarga qanoatlandi-da, ertasi kuni borib 2 korobka sotib oldi. Yugurdi, sotdi. 2 korobkadan yaxshiroq foyda qoldi. Haligi ishni qilib uddasidan o'tgandan keyin himmati yana ko'tarildi. Xullas shu ish bilan rosmona shug'ullandi. Bir muddat o'tgandan keyin shu shahardagi yaxshigina meva-cheva tarqatadigan odamlarning bittasiga aylandi. Shirkat ochdi, firma ochdi. Qo'lida pul bor, qo'lida odamlar ishlaydi. Endi o'ziga yetarli bo'lib qoldi. Qo'lini tushirib olmadi muhimi. Keyin o'ziga o'xshab shu bir firmasi bor odam bilan gaplashib o'tirdi-da, gapi tugagandan keyin haligi odam turib ketayotib, e-mailingizni berib qo'ying menga dedi. Ya'ni bitta firmani boshlig'i e-maili bo'lish kerak. Pochta bo'lish kerak, elektron pochtasi. Dedi haligi odam, meni e-mailim yo'q dedi. E-mailingiz bo'lmay turib bitta firmani yurgizyapsizmi? E-mailingiz bo'lganda nima bo'lardi dedi. Unda farroshlik qilayotgan bo'lardim dedi. Endi latifa biroz kulib olasizlar. Chunki o'shani qilib turmasak bo'lmaydi. Bir benamoz boy katta pulini bir joyga qo'yib esdan chiqib qolibdi, qaqa qo'yganini bilmasdan. Benamoz dinsiz boy. U qilibdi, bu qilibdi, topa olmasmish. Baxshiga boribdi, top bera olmabdi. Kohinga boribdi, top bera olmabdi. Xullas ekstrasensga boribdi, top bera olmabdi. Variant qolmabdi. Lyuboy variantni qiladi, chunki nima yo'qolyapti? Qorakaga bor debdi. Qoraka maslahat beradi debdi. Desa, qorakaga ketdi. Qoraka qarab turib, hech kim top bera olmayapti desa, bo'pti, Alloh diliga solar. 100 rakat namoz o'qiysiz. 100 rakat namoz o'qigandan keyin duo qilasiz, Alloh bir qalbingizga soladi debdi. Xullas ertasi kuni haligi boy topdi pulini. Sovg'ani ko'tarib, bir qandaydir qismini ko'tarib ketdi. Domla rahmat, mana sizning maslahatingiz bilan pulimni topdi, mana uni oling mendan hadiya debdi. Qarab, ha yaxshi, necha rakat namoz o'qiganingizdan keyin esingizga keldi desa, quloq qoqishim mana esimga keldi degan ekan. Chunki u namoz o'qishdan maqsadi pulini topish edi. Qoraka aytgan ekan, "Ha, o'zim aytuvdim, shayton senga bir rakat ham namoz o'qitmaydi" deb. Mana hali yozuvli futbolkalar kiyib olamiz, har xil yozuvlari bor. Nima deb yozilganini tushunasizmi o'shaga nima yozilganini? Ehtimol men havorayman deb yozib qo'ygandim. Maqtasda to'xtang, birodar, qo'ying, yig'ishtiring. Maddoqni yuzga tuproq chachiladi degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bizda yo'qmi shu narsa? Kecha deydi, bitta qo'y so'yib, mahallada yetim bolalarga qo'y shunday tarqatib chiqdi deydi. So'rayaptimi sendan biroq? Amali nima qilasan, habada qil. Indamay yashirib qo'yaver. Yashirib qo'yganingdan keyin ham odamlar gapirsa, unda mayli. Alloh taoloning hadiyasi bo'ladi u senga. Chekadi. Hali yoshlar qarab turib, "Ana erkak" deydi-da. Agar xotiningiz cheksa nima qilardingiz, tashlamasa? Qo'yaverardingiz. Lekin qo'yavermaydi-da. Sigaret tashlab nosga o'tib oldim deydi. Qarang. Uyga bitta qovunda olib kelasizda, olib kelib ichamiz. O'tiringlar, bir so'yib yeymiz deysiz. Bismillohda boshlab alhamdulillah tugatasiz. Endi bir pashka shunday sigaret tashladingizda, olinglar bolalar. Bir chekamiz deysizmi? Nimaga demaysiz? Shu qilayotgan ishingizni o'zi sigaretda pok narsa emasligini ko'rsatib turibdi. Yoki hojatxonada o'tirib, olmay ishni tasavvur qila olasizmi? Lekin nima qilasiz? Sigaretni chekasiz. Xullas birodalar, aqliy, naqliy, ilmiy dalillar to'lib turibdi.